Sariq quton. Sariq quton juda chiroyli va noyob qushdir. U o'zining kichikroq gavdasi va chiroyli rangi bilan boshqa qushlardan ajralib turadi. Bu qush asosan suv bo'ylarida, qamishzorlar va butazorlarda yashashni yaxshi ko'radi. O'zbekistonda uni ko'proq Amudaryo bo'ylarida va Orol dengizi yaqinidagi ko'llarda uchratish mumkin. Sariq quton haqiqiy ovchi qushdir. U suvdagi mayda baliqlar, qurbaqalar va turli hasharotlar bilan oziqlanadi. Sariq qutonlar uyalarini qamishlar orasiga yoki suv ustidagi butalarga qurishadi. Odatda may oyida 4 tadan 7 tagacha tuxum qo'yadi. Ular qishda issiq o'lkalarga, Afrika va Osiyoning janubiga uchib ketishadi. Bahorda esa yana yurtimizga qaytib kelishadi. Afsuski, bu chiroyli qushlarning soni yildan yilga kamayib bormoqda. Bunga asosiy sabab esa daryo va ko'llardagi suvlarning kamayib ketishi. Ular yashaydigan qamishzorlarning yo'q qilinishidir. Sariq quton juda ehtiyotkor qushdir. U xavfni sezganda bo'ynini cho'zib, qamishlar orasiga shunday berkinib oladiki, uni payqash qiyin bo'ladi. Sariq qutonni ovlash qat'iyan taqiqlangan. Davlatimiz tomonidan esa ular yashaydigan joylar, masalan, Sudochi ko'li alohida qo'riqlanadi.